hali bir Sadiyda bir hikoya bor edi, o'sha shu atrofda bittasidan chiqib qoldi. Bir yigitni bilaman, 7 yildan beri tolibi ilmda. Olim bo'lib qoldingmi uka? 7 yildan beri o'qiysan desam, "Yo'q, bir tuzuv domilla topolmayotibman. Taqvodor, taqvodor qidiryapsanmi? Dunyodan o'tib ketasan ilm topolmay." Xatosiz odam qidiryapman deydi. Xatosiz odamning o'zi yo'q. Nodon sen ilmingni o'qisangchi. Ilm olsangchi, kuydirmaydigan sham qidirib yuribdi-da, qo'lini piligiga tutsa, kuydirmaydigan shamni qidirib yuribdi. U kuydiradi, yorug'ini olaversangchi. Urmaydigan toq qidirib yuribdi u, lampochkaning ichiga qo'lini tutsa, tirik qolsa. U sen chiroqdan foydalanavur, uni qo'l ichiga qo'lingni tiqsang urib o'ldiradi. Shunaqa nodonlar borda. Sadiyga hikoya bor. Bitta otaga o'g'li aytayotgan. Bir ustaga, bir olimga borsam, ota namozga beparvoroqkan, bormadim dars olganim. Bir ustozga borsam, sal mayxo'rroqkan, bormadim. Bir ustozga borsam, sal yolg'onchiroqkan, bormadim. Bir ustozga borsam, sal zinokorroqkan, bormadim. Bir to'xta bolam, unda ilmsiz qolib ketasan, bittasini ushlab o'qivur, ilmini olaver degan ekan. Sen bu yurishda parishta qilib yurasanmi? Sen nima kerak insonni tekshirib yurishdi? Ilmidan bahramand bo'laver. Ilm o'qi, olim bo'lgan, dunyoni keyin tushunib qolasan, xatoyingni ham bilasan. Hammasi ilmsizlik, hammasi ilmi yo'q.